Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, hurmatli dehqonlar. Mana bugun 28-mart sanasida turibmiz. Mana 10 suti issiqxonamizga prominensi qisil sabzilari ekilgan. Mana sabzilar qarib tayyor bo'lish holatida turibdi. Sifat Agro dan urug' olganmiz. Juda ham barakatli, xato bo'lmay, hammasi chiroyli chiqdi. Sifat Agroga rahmat deymiz. Bu endi Xudo xolasa mana shu 10 sotuq joydan 60 million, 65 million daromad qilishni mo'ljallaganmiz. Sizlarga ham tavsiyam, bu qiyin ish emas. Mana litsani yopasizlar. Gaz kerak bo'lmaydi. Bu dekabr oyida ekilgan. Gazsiz yetishtirishni bir imkoniyati desak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.